Hattoki ba'zi o'rinlarda ayol kishi his-tuyg'ularini ochiq ifoda berishga kuchi yetmaydi. So'z topolmaydi. Shuning uchun birinchi yig'laydi-da ayol. Mayli. Insonga motivatsiya beradigan narsa ishlarda, o'sha ishning natijasini ko'rishi. Hal qiluvchi nuqtani kim qo'yadi? Erkak qo'yadi. O'g'lim, ovqat yemaysanmi? Ajrashaman degan gap erkakdan sodir bo'lsa nima bo'ladi? Erkakmisan deydi. Ichkilik borasida gap ketsa, chekish borasida gap ketsa yoki mana bu jamoat joylarida, havzalarda deylik, basseynlardami yoki ko'chalarda cho'milayotganda kiyim almashtirish haqida gap ketsa, ba'zi kishilarda hayo bo'ladi, uyaladi deylik, o'sha kiyim almashtirish boshqada rioya qiladi-da, yonidagi kishilar tanbeh beradi, ya'ni erkakmisan deydi. Go'yoki erkakka bir hayo, uyat chegarasi yo'qdek. Ya'ni erkakka ba'zi bir insoniy ishlardan tashqari narsalar ham munosibdek. Erkaklik sifati bu o'sha jismonan sifatlari bor erkakning. Lekin asl sifati uni xulqida ko'rinadi. Erkaklik nima bilan isbotlanadi? Erkaklik axloq bilan isbotlanadi. Tashqi ko'rinishini o'zi bilan inson tom, ya'ni erkakman deb nima deydi? Faxrlanadigan narsa emas tashqi ko'rinish. Zaten tashqi ko'rinishi uni o'zi xohlab olgan narsasi ham emas-da o'zi. Ya'ni o'zi harakat qilib, nimadirlarga qarshi kurashib qo'lga kiritgan sifat emas-ku tashqi ko'rinish erkak bo'lishi. Unaqa emas, ya'ni u shunaqa yaratilgan, shunaqa tug'ilgan. Demak, u maqtanadigan narsa emas. Endi u maqtanishi mumkin bo'lgan narsa yoki bo'lmasa o'zim men uddaladim, o'zimga qolgan joyi edi bu deb o'nglash mumkin bo'lgan narsa bu uni xulq axloqi bo'ladi. Yani sifatlari bo'ladi. Nima siz erkaklik nimada ko'rinadi? Erkaklik bu insonni qat'iyatida ko'rinadi. Ya'ni yoki bo'lmasa rujulat deydi haligi. Bu jo'martligida ham ko'rinadi. Yoki bo'lmasa erkakni bir so'zliligida ko'rinadi, va'dasiga vafo qilishida ko'rinadi. Yoki bo'lmasa kechirimliligida ko'rinadi. Ya'ni zaiflarni xosatan kechirishda ko'rinadi. Xosatan. Yoki bo'lmasa g'azabini bosishda ko'rinadi va yoki hissiyotlarini jilovlashda ko'rinadi. Erkakning sifatlari bu. Erkak boshqa narsa bilan maqtana olmaydi. Ya'ni erkak tashqi ko'rinishi, qiyofasi bilan maqtana olmaydi. Chunki o'zi tashqi ko'rinishga qaraganingizda, ya'ni insonni bir fiziologik holatimi unga qarasangiz ayol bo'lish ayb emas aslida. Agar erkak faqatgina erkakligi uchun u sharafli bo'lsa, erkakligi uni maqtanib maza qilib yashashi uchun, ya'ni boshqa hech qanaqangi sifatlari inobatga olinmasa ham mumkin erkakka deyish kerak bo'lsa, agar ayol nima unda? Ayolga mumkinmi u narsalar? U ayol bo'lgani uchun bunaqa faxrlana olmaydimi? Yo'q, ya'ni fiziologik ko'rinishda, inson tashqi ko'rinishida qarasangiz erkak, demak bu tashqi ko'rinish bilan hech qachon faxrlana olmaydi, maqtana olmaydi. Zaten u o'zi xohlab olgan narsa emas, qo'lga kiritgan narsasi emas edi. Masalan, tag'oful haqida gapirganimizda ko'proq erkaklarga xos dedik. Nega ketsaga? Chunki ko'pincha erkaklar idoriy ishlarda, hal qiluvchi ishlarda erkaklar turadi. Ya'ni oilada ham, ishxonada ham, hamma joyda, butun ya'ni yer yuzida shunaqa. Hatto ana shu huquq masalasida gapiradiganlarda ham odatda ya'ni hal qiluvchi narsa erkakdan bo'ladi. Hal qiluvchi nuqtani kim qo'yadi? Erkak qo'yadi. Masalan, deylik, o'zimizdan qiyos qilib aytsak, ya'ni bizning millatlardan qiyos qilib aytsak agar, masalan, aytaylik, oilada bir muomala munosabatlarda kelishmovchilik sodir bo'ldi. Ayol kishi masalan 10 marta aytishi mumkin ajrashaman deb. 20 marta aytishi mumkin ketaman deb, yashamayman deb. Ya'ni bo'ladi odatda shunaqa narsa. Erkak nima qiladi odatda? Ha, unaqa dema, hey qo'y, qo'y endi o'tib ketadi deb qaysidir ma'noda nima qiladi? O'rtani bog'laydi. Ammo lekin o'sha yashamayman, ajrashaman degan gap erkakdan sodir bo'lsa qanaqa bo'ladi? Yani odatda qanaqa bo'ladi? Tugaydi. Odatda tugaydi. Ya'ni biz erkak bu gapni gapirdimi, demak tugatadi uni. Erkak qo'rqitish uchun aytmaydi odatda uni. Qo'rqitish uchun u juda bir pik darajaga chiqib ketib qolsa, haligi qizil chiroqdan o'tib ketib qolsa aytadi, unga ham afsuslanadi keyin. Masalan, uni ham kelib aytishi mumkin to'g'rilashga, lekin odatda u gapni aytdim orqaga qaytmaydi. O'shaning uchun biz aytamizki, tag'oful ko'proq erkaklarga kerak. Erkaklik sifati umuman rujulat dedik boya oldin, erkaklik sifatlari ham mana shu xulqda ko'rinadi-da. Aytganimizdek, ayol kishi muomala munosabatlarda ko'proq hissiyot ustun bo'ladi ayollarda. Mulohazadan hissiyot ustun bo'ladi. Ya'ni ular avval odatda endi qo'pol qilib aytsak agar, avval gapiradi, keyin o'ylaydi. Erkak kishi odatda avval o'ylaydi, keyin gapiradi. To'g'ri, ayol kishi afsuslanadi, ayol kishi ham ya'ni o'zi biladi nima deyotgan, lekin his-tuyg'ularni nima qiladi? Shuning uchun hattoki ba'zi o'rinlarda ayol kishi his-tuyg'ularini ochiq ifoda berishga kuchi yetmaydi. So'z topolmaydi. Shuning uchun birinchi yig'laydi-da ayol. Gapdan oldin yig'lab oladi. Nega? Ichi shunaqa to'lib ketganki, unisi to'g'ri yetkazib berish nimasi, erkakda bu narsa bor. Erkak uni nima qiladi? Haligi qila oladi, nazorat qila oladi, yuta oladi. Kerak bo'lsa gapirmay ham qo'yaveradi. Ya'ni esdan chiqaradi, boshqa bir aylanib keladi. Aytamiz, bir juda jahlisi bir ko'chaga chiqib keldi. Yani bir pas o'zimni holimga qo'y deydi, bo'ldi deydi.
Birpas o'zimni holimga qo'y, birpas tinch qo'y, o'zimga kelaman deydi. Erkak o'ziga keladi odatda. Shuning uchun erkaklik sifatlari, xulqlari, erkakda topish bo'lgan sifatlar nima bilan o'lchanar ekan? G'azabni, hissiyotlarni jilovlay olish bilan o'lchanadi. Mana shu sifatlarga ega bo'lgan kishini erkak deymiz. Hayo, ibo masalasida alohida gaplashamiz. Ya'ni hayo bu insoniyatga xos bo'lgan narsa. Hayo bu faqat erkak yoki ayolning o'ziga xos bo'lgan narsa emas bu. Hayo butun insoniyatga tegishli bo'lgan narsa. Ya'ni hayo har bir o'tgan millat elatlarini, har bir ummatlarni o'z xulqi bo'lgan. Ya'ni umumiy diyonati, dinidagi xulq-atvorlarni mezonga qo'ysa, uni yig'indisi chiqqan. Musulmon ummatini umumiy diyonati, axloqini bu yig'indisi xulosasi hayo hisoblanadi. Hayo. Shuning uchun aytiladi-ku, uyalmasang bilganingni qil deydi. Ya'ni bu degani nima uyalmasang agar, haligi hayoing bo'lmasa agar, uyating bo'lmasa agar bilganingni qilib yuraver deydi. Yoki boshqa ma'noda tushunadigan bo'lsak, bilganini qilib yuradigan odam, xohlaganini qilib yuradigan odamda hayosi yo'q, ibosi yo'q deyiladi. Ya'ni bu degani hayvon qatoridagi kishi degan. Ya'ni hayo, uyat hayvonda bo'lmaydi. Hayvonda bo'lmaydi, lekin insonga xos sifat. Faqat ayolga xos sifat emas, erkaklarga xos sifat. Biz bu narsalarni ko'p takror-takror qissalarda, voqealarda nima qilganmiz? Ko'rganmiz. Faqat hayoni shakli farq qilishi mumkin. Ayoldagi shakli, erkakdagi shakli, ko'rinishlari farq qilishi mumkin. Ammo lekin chegaralar, kiyim-kechak masalasida, badanning ma'lum bir yerlari, mahramiyat masalalaridagi chegaralar qat'iy rioya qilinishi kerak, erkak tarafdan ham, ayol tarafdan ham. Ayol ham kiyim-kechak darajasida, erkak ham kiyim-kechak darajasida chegarasi aniq belgilangan holda rioya qilish kerak.